Atrofni go'zalligini qaragan. Utti Dirmidi multfilmda o'rtoqlar bizda navbatdagi Gentra avtomobili to'g'ridan to'g'ri egalaridan 2020-yil ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya avtomat korobka, hamma narsalari bilan lyuk, ABS diski, hamma narsasi bor. Trendda bo'lgan qora rangda, probegi keladigan bo'lsak, probegi 82 ming kilometr. Mashinamizning kraskalari 100% toza, kuzov tekis holatda turibdi, qirilib ketmagan. Tonirovka ruxsatlari bilan mashina benzin yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham qarab akkuratni haydashgan. Ballonlar o'rtacha holatda, qishdan sirpanib amallab chiqsa bo'ladi. Saloniga keladigan bo'lsak, saloni juda ham akkuratli holatda, kojinli qanaqadir yaxshi chexolda turibdi. Podogrev сиденья mavjud, elegant plus komplektatsiya, kojinli rul, o'zining shtatli magnitofonida, signalizatsiya Magic Car bor, video registratori bor, lyuk albatta mavjud. Juda ham akkuratli salon. Kraskasi 100% toza, bemalol xohlagan ustunligiga tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10,900. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaysiz. Yoqqan bo'lsa bitta layklardan o'rgilib ketsin.